Yaxshi, xudoga shukr. Indiya joyida o'zi yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Qanday o'zingiz? Yaxshi, xudoga shukr. O'zbekiston ahli sizni telefon raqamingizni faqat so'raydi. Aka Bobojon akamiz ustozimiz bor. Rahmat. Ustozimiz bo'lsa nima gap bo'ladi? Hamma narsa yaxshi bo'lib ketadi, lekin juda xursandman. Umuman o'zgartirib ketmagansiz. Bobojon akamiz qarab ketganda shunaqa. O'zgarish yo'q. Assalomu alaykum hammaga. Akalarim, opalarim, salomatmisizlar? Hammalaringiz yaxshimi? O'zbekiston ahlini, barcha bemorlarni o'ylab, aynan sizlar uchun Indiyaga keldim. O'zim uchun 10%, sizlar uchun 90%. Bilasizlar, Baxtiyor akam o'sha Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston, O'rta Osiyodagi barcha musulmon yurtdoshlarimizdan birgalikda yordam berib kelishadi. Endi aynan chaqaloqdan to qari yoshgacha bo'lgan bemor insonlarga eng zo'r yaxshi mutaxassis davolanishga ham perevotchik, ham hotelda hamma joyda yordam beradigan akamiz Baxtiyor aka bo'ladi. O'zining kanallari bor. Baxtiyor Indiya kuzatib boringlar. Birinchi masala salomlashib olsizlar, keyin sizlarga telefon raqamini aytib o'tamiz. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bobojon akani yaxshi ko'radigan insonlar, hamma yaxshi ko'radi, yomon ko'radigan inson yo'q. Kommentlarga kirasiz, hamma bor-ku, yaxshi narsalar yozadi. Xudoga shukr. Borlariga shukr. Ustozimiz bo'ladi, katta akamiz bo'ladi. Bu YouTube kanal bu ancha mashhur bo'lib, xalqning ichida ketib, internet orqali, YouTube orqali, Instagram orqali bu sababchilik bo'ladigan insonlar Bobojon akamiz, Nasim Xolov, bu ikkita ustozimiz, bitta ikkita zo'r, nima aytaylik, ikkita qo'llik tomonlar. Shularning sababidan bo'lku, shuncha ishlar bo'lganlarida kimga biz ozgina bo'lsa, katta bo'lsa, kichik bo'lsa, agar biz tomonimizdan uni yaxshilik bo'ladi, buni savobi borku, aylanib ketadi hammani yonida. Bobojon akamiz bu yo'lda kim nima ish qilgan, hamma ko'pchilik savob ketadi, Bobojon akamiz ham Nasim Xolovga ketadi. Menga ozgina bo'lsa bo'ladi, yaxshi rahmat. Lekin yaxshi insonlar borlariga shukr. Dunyoda bunaqa odamlarni topib, yuraklari yengil bo'lsa, bularga dunyo moddiy narsa hech narsa bo'lmasin. Normal hayot insonlar bilan yaxshilik gaplash, muomala qilish, yordam berish bu har kimga bo'lmaydi. Ko'p pulli insonlarni biz ko'ramiz, keladi, ularga borib faqat o'zini oilasi ko'radi, boshqa insonlarni umuman e'tibor bermaydi, faqat mollarga o'xshab muomala qiladi. O'zimiz bilan ko'p ko'ramiz. O'zimizga butun dunyodan bo'ladi. Shu uchun hay Xudo hammaga yaxshi yurak bersin, yaxshi fikr bersin. Bu umrimiz borku kichkina, bu yerdan boshlaymiz, mana bu yerga tugab ketadi. Ko'zni yopasiz, shuncha o'tib ketgandan keyin borku hamma aytadi, yaxshi inson edi, yomon inson edi, bir 5 kun, 6 kundan keyin hech kim eslatmaydi. Shunaqa bir dunyo. Qo'limizdan kelgancha kim bo'ladi bu dunyoda bir neki tojik tilida aytadi, neki bo'lib tashlab qo'ydi. Siz yaxshi ish qilib, dengizni ichida tashlab keting. So'raming uni kimga nima narsa qilganman. O'zi mukofotini Alloh beradi. Bilsa bog'liq, bilmasa xoliq deydi o'zbek. Ha, shunaqa. Mana bu dunyo, mana Bobojon aka keldi. Yana boshlaymiz. Xudo xolasa Indiyadagi chiroyli videolarni. Endi Baxtiyor aka, hozir mana shu aeroportdan kelyapman. O'zimiz Samarqandda bir akamiz ko'rib qoldi. Endi boshqa kishilar bor ekan, endi taniganlar bor, ijtimoiy tarmoqda bizni tanimaganlar bor. Chunki shu aka o'sha aeroportdan qiyinchiligini men sezdim-da. Sizga uchragan odam bilamizki, qiynalmaydi. Mana hotelni ko'rsatishingiz mumkin, eng zo'r gostinsa. Hech qanday kamchiligi yo'q. Qayerda bo'lsa, bundan-da chiroyli hotellarga joylashtirib beradi. Sifatli, eng arzonni. Endi Baxtiyor akamning telefon raqamini aytib o'taman. Baxtiyor aka +91 +91 81 30 40 70 18. 81 30 70 18. Oxir 18 ekan. Aloqaga chiqasizlar, chunki juda ko'pchilik mana shu Hindistonga kelib davo topaman deb mana bizga murojaat qilishadi. Agar Baxtiyor akamga uchrasalaringiz, xohlagan bankada xohlagan tekshiruvda o'tkaziladi,
o'ylab ko'rasiz. Xohlasangiz Baxtiyor akamdan kelib boshqa insonga davolaning. Xohlasak Baxtiyor akamizni o'zi xohlagan bansalarda sizda tekshiruvdan o'tkazib holdan kelguncha yordam yana bir yangilik bor. Buni hozir borku biz 2 yildan ustiga ishlayapman. Bitta veb-sayt ochyapman. Veb-sayt Google'da ichida kirasiz. Masalan, Baxtiyor India yozsangiz sizga veb-sayt ochib bo'ladi. Bu veb-sayt ichida xohlagan tilingizga almashtirib, ichkarida kirib, xohlagan больница, doktor analizlaringizni tashab, o'zi drop qarab doktorga. Masalan, siz miyada kista bo'ladi. Sizga bitta doktor kerak, Artemisniki, Fortisniki, Medantaniki, Belkemaxniki, qaysi больницанiki doktori kerak, kirasiz, hammaning katta vrachlarning nomlari bor. Kirib WhatsApp bor, WhatsApp do'stiga bosasiz, dokumentlaringizni jo'natasiz, o'zlari perevod qiladi. O'zlari sizga shotda advet qaytarib jo'natadi. Eng oson yo'l ki buni hech kim qilmagan, biz bu narsani qildik. Qiynamaydi, mayli, muammo yo'q. Hozir ishlaydi, Google'ga yozsa bo'ldi. Google'da yozsangiz, Baxtiyor India. Baxtiyor India yozib, qo'lga keladi. Keyin ichkarida bu Facebook qanaqa bo'ladi, Instagram. Qidiruv beradi, o'zlari topib Shu Facebook, Instagramga o'xshab shunaqa bittalar nima bor, ichkariga kirasiz. To'liq hamma narsa больница bo'yigacha borku, butun Indiyaniki ma'lumotlari, raqamlari bilan hamma narsasi bor. Rasmlari bor. Gazinsani ayting, biz qaysi joyda biror kasalni olib ketamiz. Mana bu yerda gazinsani biz bu uchun taxlagan, nima qilganmiz, gaplashganmizki, buni boshlig'i ayol kishi. Ko'pchilik farzandlari bilan keladi, ko'pchilik o'z qizi bilan keladi, ikkita ona qiz keladi. Erkak kishilar bo'ladi, aroq ichadi, u qiladi, janjal bo'ladi. Bu yerda boshliq 24 soat o'zi ayol kishi shu yerda bo'ladi. Ayollarda umuman muammo yo'q. Bemalol shu yerda market o'zi olib mashinasi bor olib ketadi, o'zadi. Bu oson bo'ladi ish. Bu yerda xotirjam o'zini kasal bo'yigacha keladi, stressdan keladi, ortiqcha stress kerak emas. Gazinsadan, ko'chadan, yo'ldan, faqat больницаning ishi bo'lsin. Shu uchun hamma narsani borku tiks qilganmiz. Faqat shu bitta narsa bilan miyasini shug'ullasin, boshqa bo'ldi. Boshqa narsalar hammasi oson bo'lishi kerak. Do'stlar, sizlarga eng oxirida aytadigan gapim, boshqa insonlar bilan ham gaplashinglar, keyin solishtirib ko'ringlar, keyin Baxtiyor akamga aloqaga chiqinglar. Videoni kuzatib olinglar, xudo xohlasa 3 kunmi, 1 haftami, 10 kunmi qancha qolsak, eng chiroyli videolarni, ya'ni davolanish yo'llarini hammasini sizlarga ko'rsatib boramiz. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Rahmat.